Iya, meni uyimni qulflab qo'yishibdi. Men endi nima qilaman? Ko'chada qolib ketdimmi? Jin ursin. Endi nima bo'ladi? Bizning hayotimiz. Hammaga salom, sizlar bilan men fermer Minecraft va bizning uyimizni ko'rishingiz mumkin. Mebellarimizni olib ketib, ijara haqini to'lamaganimiz uchun o'rniga mebellarni oldida qolganini ham to'lolmaysan qilib, bizni uyimizdan chiqarib yubordi. Jin ursin obunachilar. Endi nima qilamiz? Biz qayerda yashaymiz? Mana bu jetildan maslahat olsam ekan. Salom, geni jetil, menga maslahat bera olasanmi? Senga maslahatim endi bobish bo'lib qolgan bo'lsang, mana shu bobishligingni qilib yuraver. Aytib butilka oladigan bitta odam yashaydi. Iye, qayerda yashaydi? Menga yaxshi, rosa yaxshi foydang tekkan bo'lardi sen menga aytsang mana shu narsani. Mana bu o'ng tomoningdagi ro'paradagi uyda. Mana shu yerdami? Ha, o'sha yerda. Tushundim. Ozgina qarib qolganga o'xshaysan, ha? Iye, jetel, nega unday bo'lib qolding sen? Endi axir unday emas eding-ku. Unday emas edim, lekin mayli gaplashamiz. Iye, g'alati bo'lib qolibdi-ku. Obunachilar, bu jetellar ahmoq bo'lyaptimi kundan kunga? Mana bu yerda qandaydir odam turibdimi? Ha, bu menimcha butilkalar oladigan odam bo'lsa kerak. Undan avval biz merdan yordam so'rashimiz kerak. Aynan, o'zimizni merdan xo'sh, давайте bo'lmasam biz merning yoniga kirib ko'ramiz obunachilar. Let's go. Xo'sh, janob mer kirsam bo'ladimi? Ha, xo'sh, mana endi kirib bo'ldim. Janob mer, sizga aytsam, men uyimni olib qo'yishdi, pulim tugadi, ishim qolmadi, fermamni ham bo'shatib qo'yibsizlar. Endi nima qilaman? Ahmoq bo'ldingmi fermer? To'g'ri gapirsang bo'lmaydimi? Mening yonimda to'g'ri gapir. Bo'ldi janob mer, men to'g'ri gapiraman, prosta uyimni olib qo'yishibdi. Endi nima qilaman? Men ko'chada qolib ketdimmi? Короче, bobish bo'lasan, boshqa imkoniyating yo'q. Men ham senga yordam bermayman. O'zi yordam beraverib senga charchab ketdim. Obunachilikdan biyikda bo'lmadi hech bunday videolar ham rekka chiqib ketmayapti. 4K, 3K, 2K, 5K prosmotr oladi. Vashcha foyda bo'lmayapti senda. Nima? Obunachilar bular nima deyapti? Albatta shuning uchun ham videoni oxirigacha ko'ringlar. Sana obunachilaring vashcha kuchsiz. Axir chiqancha yig'ib berolmaydi. Sana obunachilaring bo'lmagan. Bor yo'qali, uyimdan chiqib keting, bor yo'qali. Yordam bermaysiz-a? Yo'q, bor yo'qol bu yerdan. Hali ko'ramiz obunachilar. Biz kuchayib ketganimizda kelamizda. Mer, mana meni obunachilarim kuchaytirib yubordi. 1000 ta obunachi qilib tashadi. Videolarimni oxirigacha ko'rib tashadi deyman o'shanda. Albatta sizlar tufayli bo'ladi. Albatta shuning uchun meni qo'llab-quvvatlanglar obunachilar. Biz hali boy bo'lib ketamiz. Hali merga ko'rsatib qo'yamiz. Qishloqlar ham sotib olamiz. Hali hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Biz zo'r bo'lib ketamiz obunachilar. Mayli bo'lmasam kelinglar, mana bu bratanning yoniga kiramiz. Salom bratan, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz bratan? Yo, mana bu yerda rostdan butilkalarni sotib olasizmi? Albatta-da, Bobish Telekom Cityga xush kelibsiz. Nimalar deyapsiz? Qanaqangi qilib men bu yerda siz borligingizni hattoki bilmagan ekanman. Albatta, bu qishloqda hech qanaqangi bobish bo'lmagan. Bir necha yillar avval bir bobish bor edi. U ham hozir yo'q bo'lib ketganda. Tushundim. Bo'lmasa bizga men butilkalar yig'ib kelsam, bemalol sotib olishingiz mumkin. Albatta-da, bratan, men siz uchun har doim ishlayman. 24/7 shu yerdaman, jigarim. Bo'ldi, okey, bo'lmasam biz obunachilar. Xo'sh, endi bo'lsa biz butilka tergani chiqib ketamiz obunachilar. Xo'sh, mana bu yerda eshik turibdi. Obunachilar, u qanday eshik bo'ldi ekan? Kakras bizni uyimiz yo'q edi. Agar birorta odam bo'lsa, yordam so'rashimiz mumkin bo'lardi, lekin bu yerda bomishlar yo'q dedi obunachilar. Xo'sh, kimdir bormi, bratanchiklar? Yo'q, mana bu yerda skelet bor ekan. Qayerdan keldi? Yo'q, bu yerga qanday kelib qolgan bo'lishi mumkin? Skelet obunachilar, jin ursin. Yo'q, mana bu haqiqiy odamning skeletimi? La'nati, bu yerda qanchadan beri qolgan bo'lishi mumkin? 40 yildan beri. Skelet gapirdimi? Yo'q, hazillashdim obunachilar, albatta bu prank edi, albatta. Tilim bilan chiqib ketdi. What the fuck obunachilar? Mayli obunachilar, prankimizga ishonganlar bo'lsa albatta izohlarda yozib qo'yinglar. Ishonmagan bo'lsanglar ishonmadim lo'q deb yozib qo'yinglar. Agar ishongan bo'lsanglar ishondim bratan deb yozib qo'yinglar. Albatta kommentariyga kutaman. Obunachilar, tushunursiz, bu skeletni sraz yo'qotib birorta joyga ko'mib kelishimiz kerak obunachilar. Bu uy endi o'zi bizniki. Давайте mana bu yerga ko'mib tashlaymiz obunachilar. Kelinglar, xo'sh, yaxshi, mana shunday.
Bu yerga mana Jeniferson sig'mayaptimi la'nati. Bo'ldi mana sig'dirib yubordi obunachilar. Давайте mana bu yerdan olamiz va mana shunday qilib ko'mib qo'yamiz. Agar obunachilar kimdir so'rasa biz bilmaymiz. Ha, aytganday arqamga ketmon olib olgan, men o'zimni fermerligimni bildirib turishim uchun, lekin bugun bizni ishdan bo'shatib yuborishdi. Endi bo'lsa mana bularni tozalash kerak. Bularga ancha vaqt ketadi. Xo'sh, bu yerda yashab tursa bo'ladi. Nuqatga kelinglar. Undan avval o'zimizni ozgina rivojlantirish tariqasida mana bularni yig'ib sotib yuboramiz. Bu juda ham mukammal ish bo'lmaydi-ku ya. Atak kun kechirgani yarab turadi obunachilar. Let's go. Albatta sizga bugundan meni savollarim juda ham ko'payib ketdi. Sababi qanday savollar desangiz, men YouTube studiyaga kirganda o'sha fermer kanali yo'q, rivojlantirmayman, videolar chiqarmayman, u kanalda aktiv yo'q, obunachilarim haqiqiy emas deb turganim, qarasam obunachilar oxirgi bir kun avval qo'yilgan videoim, ya'ni hozir video chiqqanda 2 kun bo'ladi, 5 gadan oshiq prosmotr olibdi. Bu aktiv ko'tarilib qolibdimi? 2-3 ga ko'rardi dedim. Keyin qarasam obunachilarimiz ham 200 edi, hozir 700 ta bo'lib ketibdi. Вообще video chiqarmasam bo'lmaydi dedim obunachilar. Shu videodan keyin agar 1000 ta bo'lib ketsa, yana bitta video chiqaraman obunachilar. Let's go. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu men uchun juda ham katta patishka bo'lgan bo'lar edi. Hozir mana bu daraxtlarning ichidan qandaydir g'ichirlagan ovoz eshitildi. Mayli, ahamiyat bermaganlikka olamiz. Tak ana skriptlar o'qib chiqmadi deb o'ylayman. Albatta obunachilar chiqmasa kerak. Xo'sh, obunachilar kelinglar, endi bularni sotib ko'ramiz. Xo'sh, janob, men sizga butilkalar olib keldim. Juda ham yaxshi-da, bratna. Xo'sh, qani. Seriyozno obunachilar, pul. Yo, bratdan, adushi sizga boru qanaqa qilib bunaqangi katta narxlarga sotib olyapsiz? Men boshim hayron, bratdan. To'g'risini aytsam, sizga вообще hayron qoldim, bratdan. Вообще siz boru hurmatdasiz, jigar adushi. Albatta bizda hammasidan bor, bratish. Давайте agar yordam kerak bo'lgan bo'lsa kelaversa. Xo'sh. Okey, kelamiz albatta, bratdan, kelamiz. Xo'sh, bundan olamiz. Давайте obunachilar 5 taliklarni 1000 talik qilib olamiz. Xo'sh, yaxshi. Bo'ldi, endi bo'lsa o'zimizga kelinglar, bir donaga non olib olamiz, chunki qornim ochib ketdi. Mayli, sog' bo'ling bratdan, men yana idishlarni olib kelaman. Albatta kelishingiz mumkin-da, men sizning eshiklarim doim ochiq, bratish. Xo'sh, albatta, kattakon rahmat. Давайте kelinglar, endi biz qayerda? Mana bu yerda jihozlar bor ekan, musorkada obunachilar. Yo, bu bizga bingo. Omad obunachilar. Mana bularni tezda olib ketib o'zimizning uyimizga qo'yib qo'yishimiz kerak obunachilar. Albatta, bular bizga ancha-muncha asqotgan bo'ladi. Wow, televizor ham bor ekan-da obunachilar. Let's go. Mana xursand odam yo'q bu dunyoda obunachilar, ko'rishlar mumkin. Biz уже ancha-muncha narsalarni qilib yubordik obunachilar. Короче, nima deyotgandim, YouTube studiyaga ko'rdim. Kirganimdan keyin aktiv bor ekan. Dedim, video chiqarishim kerak dedim, конечно dedim. Davay video chiqaraman dedim. Xo'sh, obunachilar, bu yer menga unchalik yoqmayapti. Keyingi videolarda instrumentlar topib bu yer bilan alohida shug'ullanamiz. Ungacha mana bu yerga o't yoqib bir nima qilib o'tirib turganimiz ma'qul. Albatta, lekin televizorni uyga qo'ymasak bo'lmaydi. Chunki bo'lmaydi-da obunachilar. Mana bu yerga qo'yamiz. Yo'q, birinchi yashikni sirliq qo'yib olamiz va buni bu yerga Jeniferson, nimaga bu bunday bo'lyapti? Hayronman. Buni mana shu yerga Jeniferson qanday qilib qo'ysam bo'ladi? Yo'q, buni yashikni ustiga qo'yilmayapti obunachilar, yoki mana bunday qiyshiq tursa keyin qo'yilarmikan? Qiyshiq tursa keyin qo'yilar ekan. Atak obunachilar, mana bu yerga o'tirib olib bemalol televizor tomosha qilishimiz mumkin obunachilar. Bizdan baxtli bo'lmish yo'q bu dunyoda obunachilar. Yo'q, mana bu uyni lekin salpal g'alati qurilgan ekan. Mana buni ingichkaligini qaranglar obunachilar. Va mana bu tomiga Jeniferson tomi ham tushib ketmasin, loydan ekan. Mana bu yerda esa qandaydir mayda televizorda antennasi chiqib qolibdi Jeniferson. Bu yerda esa sar oshiqcha bloklar va bizda hammasi ajoyib obunachilar. Endi bo'lsa kelinglar, biz yana birozgina butilkalar yig'ishtirib olib, oziq-ovqat sotib olishga harakat qilamiz. Sizlarga to'g'risini aytsam, obunachilar, bizda qish boshlanishni boshladi. O'zi mana
o'tlarni tagi sarg'ayishni va daraxtlar ham bu sarg'ayishni boshlab tugab bo'lgan va bizga qish kelay deb qoldi obunachilar. O'zi hozir qishda dekabr oyi, lekin haligacha qor yo'q. Bizning qishloqda shunday issiq desa ham bo'ladi. Bunday butilkalarni sotib olmaydi. Afsuski bizga mana bunday oddiy butilkalar kerak. Mana Coca-Cola idishlari bizga juda ham asqotgan bo'lar edi. Let's go. Xo'sh. Yaxshi, хорошо. Bizga mana bunday oq butilkalar kerak emas. Ular nimaga ko'p bu yerda? Ularni o'rniga mana normalniy sotilsa bo'ladigan butilkalar bo'lmaydimi? Afsus obunachilar. Hayot shunaqa, keraksiz narsalar oyoqning tagidan chiqadi, kerakliklari esa qidirib topish kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta to'xtab qolmang. Qidirsangiz albatta topasizlar. Bu mendan motivatsiya bo'lsin deya qolamiz sizlarga. Davayte mana bu yerda mana qidirib juda ham ko'p Coca-Cola idishlarini topdik obunachilar. Faqatgina qishloqdan uzoqqa ketib qolmaslik kerak. Agarda adashib qolsak bizga mazza bo'lmaydi. Ha, albatta bizga mazza bo'lmaydi. Xo'sh, yaxshi, ну хорошо. Tak, olamiz. Okey, hammasini olamiz. Obunachilar, yo'q, bu yerda juda ham ko'p ekan. Albatta obunachilar, izohlarga o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda nima qilaylik, qanday uy quraylikmi yoki birorta biznes bilasizlarmi? Biznes uchun pul yig'ib, shu narsalarni sotib olib, ya'ni boshqa odamlarga sotib qandaydir biznes qilaylikmi? O'zingizning biznes rejalaringizni yozib qoldiringlar. Men Minecraftda o'zimni ishlarni albatta amalga oshiraman obunachilar. Sizlardan ishonaman, bizni qishloq bani juda ham katta ko'rishlar mumkin. Просто hozir chankim ozgina past, shuning uchun yaxshi ko'rinmayapti. Mana Coca-Cola idishi oldimmi 39 ta bo'lib qolibdi. Keyingilar mana shuni 40 ta va mana bu 3 donani obunachilar hammasini olish kerak. Hammasini zudlik bilan. Yaxshi ham bizda raqobatdoshlar yo'q obunachilar. Raqobatdoshlar bo'lganda bizga mazza bo'lmagan bo'lardi. Chunki bu butilkalar bu yerda juda ham ko'p bo'lib to'planib yotib qolmasdi obunachilar. Qishloqlar dangasa muzorga tashlamaydi, mana shunday tashlab ketib olaveradi. Biz esa bizga mazza bo'lyapti. Agar raqobatdoshlarimiz bo'lganda bizga mazza bo'lmagan bo'lardi. Sababi hamma butilkalarni ular bizdan avval yig'ishtirib ketgan bo'lar edi. Bu bizga yomon albatta. 42 ga 25 ajoyib yetadi bo'laveradi. Endi bo'lsa kelinglar biz asta-sekin qishloqqa borishni boshlaymiz. Obunachilar, uyimizni albatta upgrade qilishimiz 100% shart obunachilar. Chunki u uyda yaqinda sovuq kunlar boshlanib qolsa, bilib bo'lmaydi, fasl tanlamaymiz. Короче, hammasini bo'lmaydi. Xo'sh, janob, men yana sizga butilkalar olib ketaman. Bing. Hammasini sotib olishingiz kerak. Albatta hammasini sotib olaman, bratish. Hammasi chotki bo'ladi. Bing. Okey, juda ham kattakon rahmat. Sizga deyman, juda ham ko'p pul ishlab olyapman. Hammasi uchun sizga rahmat va sizdan men hozir ozgina non sotib olaman. Negadir daraxt chirlagan ovozlar shu kunlarda ko'p eshitilyapti. Da, meni ham uyimda eshitilyapti. Jo'da mana shu taxtalarimdan askiga sichqon kirib olgan u. Da, balkim bo'lishi mumkin. O'rmon tomondan ham eshitganday bo'lgan edim. Davayte kelinglar, biz birdaniga dashirak sotib olamiz va uyimizga borib buni bemalol yeymiz. Xo'sh, pulim uchib ketib qoldi. Sorry bratan. Davayte dashirak sotib olamiz. Sorry bratan, yana uchib ketib qoldi. Hech qisi yo'q, kelib turing. Albatta sizga ham kattakon rahmat. Ko'rishguncha. Xo'sh, yopilmayapti-ku. Xo'sh, yaxshi obunachilar. Unday bo'lsa sizlar bilan men fermer Minecraft bo'ldim. Albatta keyingi videolarda o'zingizlarning izohlagan hammasini yozib qoldiringlar. Biz qanaqa upgrade qilaylik, nima voqealar bo'lsin, uyimizni qanaqa qilib o'zgartiraylik obunachilar. Mana hozir ko'rishlar mumkin, bizda dashrak va pullarimiz bor. Biz qanaqadir biznes boshlashimiz mumkin yoki boy bo'lib ketishimiz mumkin. Birikkan obunachilar, albatta obuna bo'lgan bo'lsanglar, videoni shu joyda tugatamiz. Izohlarda hammaning fikrini kutaman. Let's go.